Judayam ko'p klientlarimni, mani atrofimdagi insonlarimni savoli, Mo'g'inur, tug'ruqdan keyin qanaqa qilib ozib oldingiz? Judayam chiroyli ozdingiz. Qorinlaringiz yo'q degan savol judayam ko'p. Chunki men homiladorlik vaqtimda 74 kilo vazn to'pladim, judayam katta vazn to'pladim va farzandimni kesilva yo'li bilan dunyoga keltirdim. Hozir farzandim 2 oylik, lekin men raddomdan keliboq enal mahsulotlari bilan o'zimni ideal vesimga tushish uchun harakatni boshladim va men o'ylagandanda zo'r natijaga erisha oldim. Aynan mana shu enal dekoksiyalari va drying effect va ayollarimizga juda kerakli bo'lgan bizda aynan qorin sohamizga ishlatadigan gellarimiz bilan men o'zimni ideal vesimga tusha oldim, ya'ni 58 kilo vaznga. Ko'rishlaring mumkin. Umuman qorinlar yo'q.